hayotda yo'lingizni topolmayotgan bo'lsangiz yo'l ko'rsatavering. Ismim Muxlisa, Javohirbek Mo'minovni F3 Financial Accounting kurslarida o'qidim va 90 ballni qo'lga kiritdim. Darslarga keladigan bo'lsak, ham onlayn ham offlayn formatda bo'lib o'tdi va men o'ylayman FBA ning eng katta pluslaridan biri bu darslarni yozib olinishi. Chunki bu o'quvchilarga juda ham katta imkoniyat beradi uyga borib, boshqa talab darsda tushunmagan joylarni qayta ko'rib, tushunib olishga. O'qituvchimga keladigan bo'lsak, men ulardan juda ham minnatdorman, chunki kunning qaysi paytida yozsam ham ularga sirazu javob berdilar, vaqtida javob berib, darslarim tugagan bo'lsa ham imtihon paytigacha ular menga har doim yordam berib turdilar. O'zim EY, ya'ni Ernst & Young kompaniyasida ishlayman va keyingi o'qimoqchi bo'lgan paperim bu Financial Management. Iloji boricha hamma paperlarni olib tezroq member bo'lmoqchiman, chunki ACCA ni men ko'prik deb qarayman, yaxshi karyera tushgan. FBA Akademiyani men hammaga tavsiya qilaman, chunki bu yerda faqatgina sifatli dars beribgina qolmaydi, o'z ishining mutaxassislari sizga o'z sohangizda yo'lingizni topishga yordam berishadi. Men FBA Akademiy jamoasiga juda katta rahmat aytmoqchiman, ayniqsa Javohirbek Mo'minov ustozim. Sizlar ham qaysidir paper o'qimoqchi bo'lsanglar, albatta FBA ga keling.